Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan barcha aka-uka, opa-singillar, yaxshimisizlar? Opa-singillar degan sababi ayol kishilar ham ko'p so'rab ish so'raydi-da. Ukalaringizga, xo'jayinlaringizga mana shu videoni yuborib qo'yingizlar. Stroykada, Moskvada metro otrodida ish bor. Bu Cross firmasi bo'ladi. Bu yonimda turgan ishchi akamiz, men o'zimda amakim bo'ladi. Hozir amakimdan va bu yerda ishlatgan akalardan sizlarga ustovoylar haqida, oyliklar haqida tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Amak, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Buni 1 yil bo'ldi shu Crossga kirganmi. Oyliklari qanday? Oyliklari yaxshi, shu 5 mingdan 6 minggacha to'layapti. 3 mahal ovqat bor, uni sotadigan joy bir qadim terdi. Ish yaxshi, endi ketadigan bolalar ko'p uyiga ketadi. Endi joyiga odam to'ldirish kerak. Shunga nima deb qolamiz? Musofirda yurgan aka-ukalar taklif qilamiz. Ishi zo'r, oyligi zo'r. Hisob ham yaxshi, hammasi. 3 mahal yeb ichar kimning hisobidan? Firmaning hisobidan. Yotoq joy kimning hisobidan? Firmaning hisobidan. Necha kun zadishkasi bor? Zadishka 1 hafta. 1 hafta. Oyma pul beriladi. Oyma kartaga tushadi. Ofitsialni ish. Afsan ish. Mana 3 mahal yeb ichar besplatni ekan, kuniga 5 ming rubl bilan 6 ming rublgacha deyishyapti. Bu yerda brigadir akamiz videoga chiqib uyalgani uchun mana ishchilarimizdan so'rayapmiz sizlarga ekrandan nomer brigadir telefon raqami. Bemalol telefon qilib ishga kelib joylashib olishlaringizni so'rab qolamiz. Sizga ham kattakon rahmat. Unda bu akalarimizdan borib bir-ikki savol javob qilamiz. Yuring videoga chiqib. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz aka? Oldingizga o'taman. Ya turavering. Qayerdan bo'lasiz aka? Samarqand, O'zbekiston. Nechinchi yilsiz? 88. 88. Bu Cross firmada necha yildan beri ishlayapsiz? 2 yil nasib bo'lsa. 2 yildan beri. Bu yerda aldamay vaqtida pullarni beradimi? Har 28 kun tushadi. Har 28 kun. Qanchadan qanchagacha tushyapti pullarni? 170 ming, 165 ming. 170, 165. 3 mahal yeb ichar yotoq joylardan tashqari. 3 mahal ovqat beradi. Pul qaytarmaydi unga. Yotoq joy bor. Mana gostinsa. Mana shu yaqin joydami? Yaqin 100 metr. 100 metr. Mana do'stlar, joyida ekan, ish joyi yonida ekan. Yotoq joylari ham nima deymiz? Shu kuzatib turganlarga siz nima deb qolasiz? Kenglar deymiz. Bachalarga aytdik telefon qilib, kenglar dedik. Hammani isdan beradi. Pul, patent o'zidan to'laysizlar, faqat oyliqlarni beradi ekan. Shu kommentariyada ish joyi yaxshi bo'lsa, pulni yaxshi bersa deb reklamaga muhtoj bo'lmaydi ish joyi deb negativlar bosib ketadi-da. Shularga nima deb qolasiz? Bo'lmagan gap ishlagan odamga pulini beryapti. Pastiyani ko'raman-ku, ishlab yuribman 2 yildan beri. Buni men o'zim az amakim aytib o'tdi videoning boshida. Bu yerga yana dekabr kelyapti. Ko'p bolalar vatanga qaytmoq arafasida turibdi. Shuning uchun reklama beryapti. Qishda qolib ishlayman degan do'stlarimiz uchun sizlarga video rolik qilib chiqaryapmiz. YouTube, Instagramga chiqadi. Doim kuzatishda davom etingizlar. Aka, sizga assalomu alaykum. Siz qayerdan bo'lasiz aka? Sirdaryodanman. Sirdaryodan. Nechinchi yilsiz? 87. 87. Qancha vaqtdan beri ishlaysiz bu yerda? 1,5 yildan beri. 1,5 yildan beri. Pullar o'z vaqtida berilyapti. O'z vaqtida. Mana shu aytilgan ustovoylar hammasi 100%mi? 100%. Shu kameraga qarang. Kuzatib turganlarga nima deb qolasiz aka-ukalarga? Kelib qolingizlar. Ishi zo'r, yaxshi. O'zlari yaxshi, brigadirlarimiz yaxshi, hammasi zo'r. Unda qiyinchilik yo'q. Ishlagan odamga pulini vaqtida beradi. Ishlasa pul bormi? Ishlagan odamga pul bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat. Unda boshqa akalarimiz oldiga o'tamiz. Charchamangizlar. Ishingizga omad. Mayli, xo'p, charchamangizlar. Oylik qancha hozir? Oylik so'za montajnikov va pulnikov va hamma 100%. Men tojikora so'z namidonim, o'zbekora midonishman. O'zbekora medonam kam. Shu kuzatib turganlarga nima deysiz? Подписка, лайк, пак, ура. Gap yo'q aka, rahmat. Любое время. Cross firma va pesh. Siz zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qayerdan bo'lasiz? Teshiktoshdan bo'lamiz. Qayerdan? Teshiktoshdan. Ha, Teshtoshdan bo'lasiz, o'zingizdan Qabodiyon. Tojikiston Xatlonskiy oblast, Qabodiyon nohiyasi Teshtosh qishlog'idan bo'ladi bu akamiz. Nechinchi yilsiz? 86. 86-yil. Qancha vaqtdan beri bu crossda ishlaysiz? 2 yil to'layapti. 2 yil to'layapti. Bu yerda ustovoylar qanday? Ustoya yaxshi. 3 mahal yeb ichar yotoq joy beradimi? 3 mahal ovqati bor, yeb-ichari bor, hammasi bor. Bir patent kisadan. Bir patent kisadan to'laysiz. Patent faqat kisadan to'lanadi, tamom. Shu kuzatib turgan akalarimizga nima deb qolasiz? Nima deymiz? Ishga keladigan bolalar bo'lsa kelsin buni. Ish normalni, hamma sharoit bor, yeb-ichar, 3 vaqti. Oyma pul. Oyma-oy pulida bilan problema yo'q. Kartaga o'tadi. Rama kartaga o'tadi, hech kimni qo'lidan olmaydi. 2 yildan beri ishlab yuribmiz, mana Xudoga shukr. Hech qanday kamchilik yo'q. Juda zo'r. Rahmat, ishlarga omad aka. Unda charchamang. Like bosib qo'ying, mayli? Nasib. Gap.
Mana shunday gaplar do'stlar, hozir akalarimizdan qo'ldan kelgancha sizlarga video qilyapmiz. Mana yoqqa o'tay desam, sal opasniy ekan. Shuning uchun shu yerdan qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatyapmiz. 3 mahal yeb ichar, yotoq joy, xona hammasi tekin ekan. Faqat kelib ishlasangiz, oyma-oy pul bor, uzoq bir hafta zadishga hammasini deyar sizlarga tushuntirib o'tib degan niyatdamiz. Cross firma Bapesh. Rahmat amaga.